Do'stlar kelinglar, sizlar bilan bugun ochiqchasini gaplashamiz. Agar odamda deri kasalligi bo'ladigan bo'lsa, oq dog'lar bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasa qandaydir bir nuqsonlar bo'ladigan bo'lsa, bu narsani hech kimga ko'rsatmaslikka harakat qilamiz, to'g'rimi? Bu novi deri kasalliklari. Masalan, teridagi oq dog'lar, so'gal chiqishi, kaftni qichishi. Shunday vaqtda sizlarga bir yordam beradigan bir ajoyib klinikani topdim. Bu Farhod xususiy klinikasi. Men o'zim girib turib, shu yerdagi yangi tipdagi apparatlarini ko'rib turib, hayron qoldim. Bu yerda nafaqatgina siz teri kasalliklarini, balkim prostata bezini shamollashlari, befarzandlikni elektromassaj yo'li bilan samarali davolaydigan klinikaga keldik. Yosh bolalarning teri kasalliklari bilan kelib chiqishining birinchi omili bu homiladorlik vaqtida allergiyaga sabab bo'luvchi mahsulotlarning haddan ziyod ko'p yeyish oqibatida kelib chiqadi. Bularga sitrus mevalar, har xil dukkakli mevalar, rangli, gazli napitkalarni ichish oqibati, fast food va shunga o'xshagan mahsulotlarni ko'p yeyish oqibatida kelib chiqadi. Buning sababi ona organizmi bu mahsulotlarni hazm qilib biladi, lekin bola organizmi homiladorlik davrida bu mahsulotlarni organizmi qabul qilish sharoiti bo'lmaydi. Teri kasalliklaridan shifo topolmaydiganlar haqida nima deysiz? Uzoq yillardan beri shifo topolmayotgan bemorlarimizni aytaradim bir maxsus lechinalarimiz bor. Ya'ni bu fizioterapevtik lechinamiz. Masalan, uzoq yillar davomida kasallangan bemorlarda terisida jarohatlangan yerda modda almashinish buziladi, qon aylanish buziladi. Teridagi hujayralarda kislorod ta'minoti kamayadi. Fizioterapiya qilinganda shu yerga dori mahsulotlari, kislorod, oziq moddalar, kerakli dori-darmonlar yetarlicha yetib borib, u yerni bartaraf qiladi. 3-sinfdan beri yaxshi bo'lmang degan, qo'llari kontraktura bo'lgan, ya'ni ularni bukilishi qiynalgan bir bemorimiz keldi. Xudo xolasa hozir yana bugun 3-kuni lechinasi natijasini hozir ko'rasiz. O'zingiz aytib bering. 3-sinfdan beri chiqib yuribdi. Mana hozir Xudoga shukr yaxshi. Bugun lechinamizning 3-kuni. Oldingi rasmni hozir ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda deri qotgan, ayrıqlar bor edi. Demek qo'l yaxshi ochilmaydi. Endi hozir yaxshi ochilib boshladi. Sabab uzoq yillardan beri yallig'lanish jarayoni teridagi muammolar bu yerdagi bukimni buzgan. Allergik reaksiya uzoq yillardan beri. Buning oqibatida demak terida bukumlarda o'zgarishlar bo'lgan. Farhod shifo klinikasidan mamnunman. Rahmat shu darajaga olib kelgani uchun. Yine bemorimizda surinkali uzoq yillardan beri davom etib kelayotgan psoriaz kasalligi bor edi. Endi psoriaz kasalligi oldingi holat emas, bu hozir 4-kuni, davolanishimizning 4-kuni. Terilar yana yumshagan. O'zingiz fikringizdan ayting. Farhod klinikasiga katta rahmat. Kelganimda ahvolim yaxshi emas edi. Rahmat, sizlarning ishlaringizga rivoj tilayman. Manzilimiz Ray Center buyum bozori, ya'ni Postkoydan o'ng tarafi, hokimiyat tarafi aynalasida Univermark magazinini hamma biladi. Shu yerda o'tganingizdin teri kasalliklar klinikasi 30 metrdan keyin dab qo'yibdi.